Endi mana bularni yuk mashina deb atashni to'xtatamiz, bas qilamiz. Yuk avtomobil komfort jihatdan 30-40 ming dollarlik mashinalarga povod bermaydi. Kamiga orqasiga 3 tonna atrofida yukni ortib yuradigan, chidamli, uzoq yil resursga ega bo'lgan Hyundai Porter 2 2024 zavodskoy propan turbinaligi Janubiy Koreyadan keldi. Koreyskiy changlari bilan mana azizlar. Haqiqiy lotka legendamiz Koreyadan tushirildi. Asl holatida ko'ring. Oq bakovoy, dugali. Bu degani fulidan. Mashinamiz kraskasi toza. Palasalarni ko'radi, аварийный торможение. Yo'llarni qarang. Belasneshka oppoq. Hisobda 1 gram yuk ortilmagan. Qarang, idealniy bort. Yo'llari chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Salonni qarang buni. Chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Taglari, glushitrlari, hamma yo'g'i ideal holatda jangilab yopti mana. Tabletka propalarda bortini paketchalargacha turibdi. Sensorlargacha bor, zadniy kameralargacha bor mana. Qarang, buni 2007-2006 bobolari O'zbekiston bo'ylab hali ham 3 tonna yuk bilan Qamchiq dovon, Pirval, qor, qish, anomal sovuqlarda hali ham ishlab uzoqni yaqin qilib xalqimiz xizmatida. Buni qarang, yangisi, buni sifat deydi. Sifat ikki xil bo'ladi. Yillarga va nabiralarga qoladigan sifat. Mana nabiralaringizga qoladigan sifat. Qimmat to'g'ri, qimmat narsa har doim sifatli bo'lgan. Mana Vodiy savdosi radiosida. Yaxshilar, 8-noyabr haftaning esa shanba kunida sizga hamrohmiz siz bilan. Birgamiz ayni fursatlarda buguncha kunduzgi efir soatlarimizga yakun yasaymiz, xayrlashamiz. Keyingi g'oyibona diydor qadar omon bo'ling. Cruise control. $220 Duga. Xitoy bormandi. Arzonroq degani uchun $80. Endi bu aytganimda nabiralaringizga qoladigan darajadagi sifatli koreyskiy brend Hyundai Porter narxi $29,900. Oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit vipga yo'q. Mashina birato'la nomingizga chiqadi. 29,900. Zo'r narx, zo'r mashina. Uzoqqa buyurtma berib, boshqa qilib o'tirmang. Mana ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, birato'la notarsda pulni sanang. Hurmatli obunachilar, mashinasiga yoqdimi? Nima deysiz? Fikr-mulohazalarni kommentarda qoldiring. Bunaqa sifatli brend yuk mashinalar O'zbekistonda faqat universal avtoalamda muntazam shunaqalar joylab boriladi, plus foydali ma'lumotlar bilan boyitib boriladi. Albatta, like, podpiska esdan chiqmasin.